Nima dey? Qanday qilib bu narsalarni butun dunyoga yetkazamiz? Nima deymiz ularga? Pastimizda suv, tepamizdan yomg'ir yog'ayapti. Bolalarni qo'yishga joy yo'q. Ularni qayerga joylashtiramiz? Oyog'im gipslangan. O'tirishga ham qiynalyapman. 4 oydan beri shu holat. Bolalarim uchun hech narsa qila olmayapman. Qo'limdan hech narsa kelmayapti. Mana, kichkina o'g'lim chodirning ichiga qum tashyapti. Bizga kim yordam beradi? Adyol yo'q, matras yo'q. Hamma narsa ho'l bo'lib ketdi. Butun qish davomida shunday yashaymizmi? Hech kim bizning holatimizga qaramaydi. Bizlarga yordam kerak. Bizga qarashsin. Bizga matras, adyol, chodir ustiga yopadigan polietilen berishsin. Salamun ala qahirin al-'ida. Salamun على غزة الصامدين سلام الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Bugun 2025-yil 16-noyabr yakshanba kuni. Bugun biz eskirgan va yaroqsiz chodirlarni ta'mirlash hamda yangilash ishlarini olib boryapmiz. Toki kelayotgan qishning sovuq va yomg'irlaridan aholilarni hech bo'lmasa biroz himoya qilsin. Ushbu loyiha saxovatli qo'llardagi birodarlarimizning ihsonlari bilan amalga oshirilmoqda. G'azoda qiyinchilik ichida qolgan oilalarga ko'rsatayotgan yordamlari uchun ularga minnatdorchilik bildiramiz. كشفتم زيف قنعة تخفى خلفها الأعداء وألهمتم شعوب الأرض نصر قضية غراء فقد صارت بطولتكم. Ushbu faoliyatlarimizni qo'llab-quvvatlamoqchi bo'lsangiz, ekran ostidagi manzillar orqali biz bilan aloqa qiling. Agar moddiy yordam berishga qurbingiz yetmasa, faoliyatlarimizni kengroq tarqating. Videolarimizning ostiga izoh qoldiring. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytadilar: kim bir yaxshilikka birovni dalolat qilsa, unga amal qiluvchining savobidek ajr yoziladi. Imom Muslim rivoyati. Ala qahirin al-'ida salamun على غزة الصامدين سلام عليكم وروحي لديكم تتم صفوف حماة العالم.